2024-yil 5-avgustda qabul qilingan. O'tgan yilning 8-noyabr sanasidan rasman kuchga kirgan o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatimizdagi ezgu siyosatning amaliy ifodasi bo'ldi deyish mumkin. O'tgan vaqt oralig'ida bu huquqiy hujjat minglab xonadonlarga quvonch olib kirdi. Aytish mumkinki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan qabul qilingan qonunda belgilangan mexanizm asosida ko'chmas mulk va undagi yer maydonlariga nisbatan mulk huquqini belgilash orqali fuqarolarimizning ko'p yillik muammolari hal qilinib, tom ma'noda xalqimizning davlat idoralaridan roziligiga erishilmoqda. Xususan, ushbu tarixiy hujjat sabab Jondorda ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Qayd etish joizki, ushbu qonun bilan fuqarolar va tadbirkorlarning mulklari qonuniylashtirilmoqda. O'zaro mulkiy nizolar, shu jumladan meros bilan bog'liq masalalarga yechim topilmoqda. Shuningdek, aholining ijtimoiy hamda bino va inshootlarni kommunal tarmoqlarga ulash bo'yicha yuzaga kelayotgan va boshqa shu kabi qator muammolarning hal etilishiga imkon beryapti. Bitta imoratni qurish o'zi oson bo'lmaydi. Xalq yillar davomida insonlarimiz shu uy quray, joy qilay, o'g'limga quray shuni, farzandimni shu uyda uylantiray, kelin ketiray deb juda bir yaxshi niyatlar bilan uy quradi-da. Mana shu uy qurgan odamlar bugun shuni juda bir mamnunlik bilan e'tirof etyapti. Mana uyni qurib qo'ygan, lekin yillar davomida hatto shuni ta'mirlashga ham shuni bir ishonchi bo'lmagan. Men buni ta'mirlasam-u, buni olib qo'yishsa yoki bo'lmasa, men shu bir yaxshi niyatlar bilan ana yaqinda bir ayol bilan suhbat qilganimizda o'sha egalik huquqini qo'lga kiritgan, qarorni qo'lga kiritgan ayol juda bir ko'zida yosh bilan shuni aytayaptiki, men shu uyni imoratni qurib qo'ygan edim. Kelin qilish uchun juda bir yaxshi niyatlar qilib turgan edim, lekin shuni ikkilanardim. Shunaqa bir hadiklar bor edi deb juda bir ko'zida yosh bilan, minnatdorchilik yoshlari bilan shuni gapiryapti-da. Shu qonunning kuchga kirishi bilan juda ko'p muammolar hal qilindi-da. Mana birgina Jondor tumanining o'zida qarib 1000 ga yaqin xonadonga har bitta mahalla 52 ta mahallada 100 tadan to'g'ri keladigan bo'lsa, mana shunday bugungi kunda haqiqiy egalik qilish huquqi bo'lmagan fuqarolar konstitutsiyaviy o'sha mulkka egalik bo'lish, mol mulki bo'lish huquqini qo'lga kiritdilar. Mulohazalardan anglash mumkinki, mazkur qonun mamlakatimizda fuqarolarning mulkiy huquqlarini ishonchli himoya qilish, ularni huquqiy jihatdan to'liq rasmiylashtirish yo'lida ham muhim bosqich bo'ldi. Qonun ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyatida bugungi kunga qadar jami 43773 ta obyekt xatlovdan o'tkazildi. Shundan 30183 tasi Uskat axborot tizimiga kiritilgan bo'lib, ularning 29759 tasi turar joy, 424 tasi esa noturar joy obyektlarini tashkil etmoqda. Bu boradagi ishlar Buxoro tumanidagi minglab aholining ham muammolariga yechim vazifasini o'tayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunga qadar viloyat bo'yicha 20309 ta obyekt e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga o'tkazildi. 16744 tasi muhokama bosqichida. Bu ko'rsatkichlar sohada olib borilayotgan ishlarning samaradorligini, fuqarolarning mulkka bo'lgan huquqlarini qonuniy asosda tan olish yo'lida izchil natijalar qo'lga kiritilayotganini yaqqol namoyon etmoqda. Ayni paytda xalq deputatlari mahalliy kengashlar qaroriga muvofiq 847 nafar fuqarolarning egalik huquqlari e'tirof etildi. Ushbu qarorlar aholining yillar davomida foydalanib kelgan uy joylari va boshqa ko'chmas mulklarining huquqiy maqomini belgilab, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, xatlov ishlari natijasida nafaqat mavjud obyektlar aniqlanmoqda, balki har bir fuqaroga o'z mulkini qonuniy ro'yxatdan o'tkazish, hujjatlarni rasmiylashtirish, mulk huquqini davlat himoyasiga olish imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa nafaqat shaxsiy manfaatni, balki hududlarda iqtisodiy faollikni ham oshiryapti. Buxoro tumanida 36 ta mahalla joylashgan. Mana shu 36 ta mahallada O'zbekiston Respublikasining qonuni 24-yil avgust oyida qabul qilingandan keyin uni reja grafiki ishlab chiqildi. Mana shu reja grafikka asosan 24-yil noyabr oyidan boshlab mahallalarda kadastrlar xodimlaridan iborat ishchi guruhi borib, har bir mahallaga qarib bir oydan xonadonma-xonadon yurib, hozirgi kunda 284 nafar fuqarolarimiz kadastr hujjatini olish huquqiga ega bo'ldi. Chunki o'sha qarorda ko'rsatilgan mana shu hujjatlar to'liq bo'lgandan keyin viloyat kengashining sessiyasida bu ko'rib chiqiladi va viloyat kengashi sessiyasiga tasdiqlangandan keyin fuqarolarimizga kadastr to'g'risidagi uy xonadoni to'g'risidagi hujjat beriladi. Mana hozirgi kunga qadar 7 ta mahallada to'liq mana shunday xatlov ishlari amalga oshirildi. Bu 5900 dan ortiqroq xonadonlar bunga to'g'ri keladi. Bu yerda qarib 800
noturar joylar ham mavjud. Mana shular ham xatlovdan o'tkaziladi. Muxtasar aytganda, fuqarolarning mulk huquqlarini e'tirof etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar inson qadri uchun tamoyilning amaliy ifodasi bo'lib, Buxoro viloyatida bu jarayonlar izchil va tizimli davom ettirilmoqda.